Jaranglaydi bugun bizga so'nggi kun quroq. Bolaligim maktab payti aziz sinfdosh. Xotira bo'lib qolar endi maktab paytlari. Yodga olsak zo'r damlardi o'sha paytlari. Maktablariga jo'natishlar oson bo'lmagan. Obedga pul so'rash uchun aktyor bo'lgan. Vazifasin qilmaganlar kasal bo'lgan. Maktab payti zo'r o'tgan u aksi bo'lmagan. Dars paytlar zo'r o'tardi, hamma samolyot yasardi. Ayni o'sha paytlarda ruchkadan qog'oz otardi. Soch tortardik g'ashga tegib, bir qizlarni yugurtirib. Vaqt o'tardi shunday yelib, maktab payti zo'r o'tardi. Dars paytlar zo'r o'tardi, hamma samolyot yasardi. Ayni o'sha paytlarda ruchkadan qog'oz otardi. Soch tortardik g'ashga tegib, bir qizlarni yugurtirib. Vaqt o'tardi shunday yelib, maktab payti zo'r o'tardi. Hamma fan birdek edi, yoqmasdi asliniga. Jismon tarbiya degan fan bo'lardi jazura. Unda hamma 5 olardi, oxirgi soat bo'lardi. Maktab formasida ham qatnashardik bo'lardi. Maktablariga jo'natishlar oson bo'lmagan. Obedga pul so'rash uchun aktyor bo'lgan. Vazifasin qilmaganlar kasal bo'lgan. Maktab payti zo'r o'tgan u aksi bo'lmagan. Dars paytlar zo'r o'tardi, hamma samolyot yasardi. Ayni o'sha paytlarda ruchkadan qog'oz otardi. Soch tortardik g'ashga tegib, bir qizlarni yugurtirib. Vaqt o'tardi shunday yelib, maktab payti zo'r o'tardi. Dars paytlar zo'r o'tardi, hamma samolyot yasardi. Ayni o'sha paytlarda ruchkadan qog'oz otardi. Soch tortardik g'ashga tegib, bir qizlarni yugurtirib.